Aslında mana shu qizimizda avval shunaqa bitta holat bor edi. Birinchi kelganimda onaxon ko'tarib olib kelgandingiz, ko'tarib olib kelgandingiz. Doktorga borishga ko'plab bir foydasini ko'rish olmaganda. Alhamdulillah kalomi shifo. Mana hozir ikkinchi marotaba kelishyapti bular. Kelishganda xudoga shukr, alhamdulillah qizchada alhamdulillah shu Qur'onni kalomni sababidan yurishlar bo'lyapti. Birinchi kelganda aytgan edik. Onaxon bu kishini yenalar olib kelgan edi. Onaxon mana bu keliningiz bilan nevarangizni birga olib keling hozir aytganimda onalar olib keldi. Aslida ba'zi paytda shu asta qizim asta. Ba'zi paytda mana shu daftar buni. Ba'zi paytda shu ona bilan bolada qizda shu birdan yura olmay qolishlik yoki qo'rqish natijasida yoki travma natijasida turli xil narsalar paydo bo'lishligi. Agar doktorga tekshirtirilgan travmani asolati yoki nevrologik tomondan bir ta'siri bo'lmaydigan bo'lsa, va mana shunday holatlarda bolalarda turli xil kasalliklar paydo qiladi. Va ularga esa albatta Qur'on Allohning kalomi shifo bo'ladi.